Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Menga jindiy pul kerak bo'lib qoladi aka. Xo'sh. Mashinamni sotishga yordam qilyapsiz aka. Bo'ldi, sotamiz-da. Necha kilometr yurgan? 750 ming kilometr. Voy, bu sotamiz, bu 2000 ga ketadi-da. Yo'q aka, uni arzonga bermayman. Endi proviga ham qarang 750 bo'lib qoldi-yu. Qimmatroq iloji bormi qandaydir? Iloji bor, faqat proviga qaytarish kerak-da. Iqtisod kollejining ro'parasida Dostonbek usta bor. Ha. Bor meni aytsangiz, proviga qaytarib beradi. Keyin qimmatroq ketadi. Aniqmi aka? Javob. Hozir bor. Aka, bo'ldi, borib keldim. Bo'ldi? 200 ming kilometr qilib keldim. Bo'laveradimi? Endi yaxshimi? Yo'q, 200 ming ham ozgina ko'p-da. Endi bitta borib kel. Yanada kamaytirish kerak. Ha, yana kamaytirdi. Zo'r narxga sotib beraman. Mana endi 30 ming kilometr bo'ldi. Endi nima deysiz? 30 ming kilometr bo'lsa o'zim olaman endi buni. Aka, 30 ming kilometrlik mashinani sotib yubormoq yo'q. Men endi sotmayman bu mashinani. Alo. O'sha yerda 8-bog'chani oldimi? Shuni turibman, nima qilib? Ha, bo'ldi. Panyatga berib qo'yish kerak bu yoshlarga hozir. Yo'q aka, qarab oling baqa. Ishlaymasdi aka. Ishlaymakmi? Alyuminium bankani siz tashladingizmi? Banka yig'ishtirmaysizlarmi? Ha bu soqqa-yu bu soqqa. Olib ketsam bo'ladimi? Olur. Katta rahmat.